Moped va skuter haydaydiganlarga yaxshi yangilik bor, chunki mazkur transport vositalarini boshqarish uchun talab qilinadigan pravani olish osonlashadi. Gap shundaki, 2026-yil 1-yanvardan e'tiboran A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. Bu haqida hukumat qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktabda o'qish shart bo'lmaydi. Nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish uchun talabgorlardan o'qishni tugatgani haqida guvohnoma talab etilmaydi. Ular o'z ixtiyoriga ko'ra o'quv kurslarida onlayn yoki offlayn shaklda o'qishi yoki mustaqil tayyorlanishi mumkin bo'ladi. Bunda nazariy imtihonda 20 ta testdan kamida 16 tasiga to'g'ri javob bergan A1 toifaga nomzodlar nazariy imtihonni topshirgan deb hisoblanadi va amaliy imtihonga qo'yiladi. Shuningdek, 1-yanvardan boshlab A, B, C, D toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar A1 kichik toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'ladi.